Assalomu alaykum. Birinchi salik darsimiz Androidda Assalomu alaykum degan xatni ko'rsatish yani. Birinchi qilib olishimiz. Undaqdimi Android Studio'ni qo'zg'atib olay. Android Studio qo'zg'alishga ozroq vaqt ketadi. Bu qo'zg'alish ko'rinmaydi. Mana ben qo'zg'atdim. Yenidan bir projekt qurolay. Yenidan bir projekt qurolay. Ama oldingi tema o'zim tekrar chiqardim. Qaraydigan bo'lsak, application name yana mush app nomini bilim 8'de 01 qilay. Bilim 8'de 01 qilay. Ma'lumotsun shije chiket bilim 8 chiket.com ma turiversin. Odatda ammo mushu projektniki mush turning saqlanish o'rni. Bunu men diskiga to'g'rilib olgan. Buni men hozir o'zgartmayman. Undaqda keyingi qadam. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda tanlash bor. Yana qaysi turga ochsiz? iPhone'gami yoki soatgami yana. iPhone endi tabel degani mush telefon yani iPhone debdimi? Yonfon bilan taxt kompyuter taxta yana. Pingben. Ondan keyin var degani soat, TV degani televizor. Android Auto degani nimaniki? Aqliylashgan mashina va bularga nisbatan nim qilgan ya. Undaqda biz hozir qildik buni tanlab qo'yamiz. Phone and table yana. Telefon va taxtlar. Bu minimum SDK'niki eng töven nashri qaysi bo'ldi demakchi. Qanchadir masalan biz hozir buni 5 yoki 6 qilib qo'ysak, Android nashr 4 bo'lgan telefonlar normal ijro olmaydi degan gap. Shunlashqa buni tanlaganda bek ehtiyot bek to'g'ri tanlashimiz kerak. Mashina o'ylashib tanlashimiz kerak. Men 2 da 3 da 3 tanlab qo'yay Androidniki. Töven nashrini. Yuqori nashr bo'lsa, yuqori nashri desa, buni men 5.0 5.1 ga to'g'rilab qo'yay. 5.1 ga to'g'rilab qo'ydim. To'g'ri kelmish töven nashr qo'llanishchan nashrni tanlab olsak, yuqori nashrlarga hozir maskilayverdi aras. Töven nashrni tanlab etdim. Töven nashri 2 da 3 da 3 dan töven bo'lib ketmagan telefon yoki qo'llanishchan detallar maskildi. Keyingi qadam Next'ni bosdim. Bu yerdan bat yuzi uslubini tanlab olamiz. Interaktiv deganni men tanlab oldim, shu bo'laversin. Yana keyingi qadamdan keyin men ismni o'zgartib olsam bo'ldi, o'zgartmasak bo'ldi, Bilim 8 activity. Men mani o'zgartib oldim. Qo'zg'atish, finish degan qo'zg'atish degan gap. Mani bo'yatdim men. Buni endi mani o'chirib olsak bo'ldi, Hozir birisi ortiqcha. Oldi quruqligi qarabaq hozir qurildi yenidan birisi. Hozir to'liqlayapti, qo'shimcha hujjatlari tushyapti. Biroz vaqt ketadi. Sal tahir qilaylik.
biraz tahir qilib tahir qilaylik. To'liqlanib bo'ldi. Biz birinchi bu sal darsimizda oddiy bo'lgan yana assalomu alaykum degan yozish bilan bugungi chislarni yoziblar mushuni tushunib o'taylik. Masalan men hozir assalomu alaykum deb yozaman. Bu kodga yozsam bo'ldi. Kod rayoniga yozsam bo'ldi. Masalan Android qo'shik text shu deganning keyniga text deganning keyniga hello world deganga men assalomu alaykum deb yozay. Assalomu alaykum. Mana bo'ldi. Biz ko'rinishni ko'rib boqaylik. Endi bu Uyg'urcha xat bo'lg'achqa undan boshlanish kerak. Buni qanday tanishaymiz endi? Ya qaranglar. Bu yon qaraydigan bo'lsak, xatniki 6 tanishki qatorliqlar bor. Biz mushnodan tanishsak bo'ldi. Moviyadan light videos deganni kanlikini tanlab to'qmaslashchan bo'ldi. Mana. Endi biz xatniki cho'ng kichikligini tanishaylik. Yana sal cho'ngaytib o'taylik, xat cho'ngroq ko'rilsin. Assalomu alaykum. Text size'dan xatniki cho'ng kichikligini tanishdik. Rangni o'zgartirib o'taylik. Text color degandan biz rangni o'zgartirib o'taylik. İçilgan ko'znakdan color deganni tanlab, xalgan rangni tanlab bersak bo'ldi. Men qiniq ranglarga amroq shuni bu rangni tanlab etdim. Bo'ldi. Endi biz vaqtni, bugungi vaqtni yozmoqchi. Undaqda text view'dan birini tashlab olaylik. O'ttirga tashlab olaylik. Bu yerga yozsak bo'ldi. Yoki kod rayonini ichib yozsak bo'ldi. 2016 size inglizcha dan qiladi. Size 12 oyniki 08 kuni qaraydigan bo'lsak, bu yerga shunday kirdi. Xatniki ramzlarni cho'ngaytib o'taylik. Mana. Endi yana bir text view'dan birini tashlab men bilim 8 deganimiz olay. Buni biz moviyadan yozsak bo'ldi. Bu yerga yozsak bo'ldi. Yoki bu yerdan qayerga yozsak bo'ldi. Mana. Xatning ramzlarini men 50 SP qilib o'tay. Mana. Xatning rangini boshqa rangga o'zgartdi. Buni oq rang qilay. Bo'ldi. Asta bo'ldi. Mana. Endi biz bu oddiy bo'lgan bu appni qo'zg'atib ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsam, hozir bu yerda taqlidligich yo'q. Shuni men taqlidligichni qo'zg'atib olay. Taqlidligichni qo'zg'atib olay. Taqlidligichni qo'zg'atib etdim. Qo'zg'alish qasroq vaqt ketadi. Taqlidligich qo'zg'alib bo'lgandan keyin andan biz sinaylik. Taqlidligichda qo'zg'alib bo'lmabdi. Taqlidligich qo'zg'alib bo'ldi. Taqlidligich qo'zg'alib bo'ldi. Men buni tanishib o'tay. Mana hozir telefon olatiga keldi. Bu yonga chiqarib qo'yib turayman. Qaytadan ijro qilay. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga hozir taqlidligich kirib bo'ldi. Android taqlidligich kirib bo'ldi. Undaqda men muqimlashni bosdim. ijro qilish. Hozir
taqlid yo'llab beradi ha. Bir vosita ijro qilishda text color rangda xatolik chiqibdi. Bilim 8 deganniki. Rangning rang kodini bir vosita ishlatsam bo'ldi ha ashaga. Qani moviyaga text color deganga men bir vosita rang kodlar yozaydi. Xudoq F yozsam, bu oq rangni ifodalaydi ha. Bo'ldi. Endi qayta ijro qilib boqayman. Bu ijro qilish ijro qildim. Mana hozir almaga chiqib turdi buni. Keyingi soat darsimizda texnik tafsiliy to'xtalamiz. Mana bayatdinki biz oldingi soat darsimizda monechini qachlashni taqlidlik ishni qachlashni o'rganib olgan. Hozir biz mana yozgan oddiy bo'lgan bir appni ko'rdik. Mana hozir birinchi eng oddiy bo'lgan app qaraydigan bo'lsak mana buningga qaraydigan bo'lsak mana bu bir applar eng oddiy applar shundoq boshlanadi. Boyatdim men bilim 8 da 01 deb yozib olgan. Buni boshqa applarga o'xshash buning icons bor. Buni texnik tafsiliy to'xtalamiz. Chekadigan bo'lsak mana mush qo'zg'ildi. Chekinib chiqish. Mana oddiy bo'lgan bir app. Bu soatlik darsimiz mishadi tamam. Keyingi soatda trim yaxshi mazmunlar bilan uchrashamiz. Xayr xo'sh.